Jugulyan aqlliqmi, Simayi aqlliqmi? Oldin qatimliq so'pinda Jugulyanning bu kitobini tavsiya qilsam, nurg'unlar Simayininki, Joyiniki bormi deb nurg'unlar so'rdi, Jugulyan aqlliqmi, Simayimi deb. Shuning uchun bugungi so'pinda mana hammasini bir aql ko'rsatay, Simayi uch parchalik haqida qilsatki, eng katta mushavir, eng oxirida Simayi elni birlik keltirdimi? Bu savolga javob berib beringlar. Yana shuni Goja Savsavning birinchi mushaviri Goja busi Vulungbuchu rasmi mashgap. Uning keyindan Joyu. Unda uch parchalik haqida qilsatki, eng katta 5 danishmanning bu tarjimon holatdagi kitobini akeldim. Bular qachon tug'ilgan, qachon to'y qilgan, bolalar qanday bo'lgan, qanday o'lib ketgan degan jimi tafsilotga, injiq tafsilot qiziqdim degan do'stlarga asl fikri qarorga esib qo'ydim. Bu kitoblarning asli basi 39 koy 40 koy atrofida meni go'nju qilib birdan haqsiz yurak bergan do'stlarga faqat 19 koy butun Shinjongni kirasiz asl fikri qarordan setib olsanglar bo'ldi. Rahmat.